100 ming so'mga tushayotgan travertinni 7 ming so'mga qilish yo'lini o'rgatib qo'yaman. Devorimizni yirtiq yamag'ini qilib olganimizdan keyin devorimizni to'yintirib gruntovka berib yuboramiz devorimizga. Devorimiz gruntovkasi quridi. Endi oddiy rodbinni suvga aralashtirib travertin shaklida sepib olamiz. Gruntovkamizni 1 kvadratga rasxoti 500 so'm 600 so'mga tushyapti. Rodbinimizni 1 kilosi 1 kvadratga ketadi. 1 kilosi taxminan 1,5 ming so'mga to'xtaydi. Devorimizga rodbinni xuddi shu shaklda sepib olib turib, bitta yaqinroq olib kelib ko'rsating. 1-2 minut rodbinimiz serilgandan keyin oddiy shpatilda buni tekizlab chiqamiz. Ko'ryapsiz, hech qanaqa qiyin joyi yo'q. Oddiy shpatilda tekizlab travertin forma berib chiqyapman. Rodbinimiz qurigandan keyin endi buni ustidan domstroyda fasadni emulsiyasini beramiz. Emulsiyani berishdan maqsad travertinga oq rang berish. Agar sizga xuddi shunaqa tabiiy rang yoqsa, buni ustidan emulsiya berishingiz ham shart emas. Emulsiyamiz qatigandan keyin ustidan 1 sloy travertin lakini berib yuboramiz. Emulsiyani ustidan 1 sloy lak bersangiz yetadi. 2 sloy berish shart emas. 1 sloy lakni o'zida emulsiya yaltirab, mana ko'ryapsiz, yaltirab chiroyli bo'lib chiqadi. Endi bitta effektini ko'ring, kelib ko'ring aka. Ko'ryapsiz, yaltirashini. Travertinga ham dam berib yuboryapti. Bu rodbinda bo'lgan travertin effekt bo'lyapti. 7 ming so'mga tushayotgan travertin effektimiz. 7 ming so'm qatta, 100 ming so'm qatta.